Assalamu alaykum, sevimli do'stim. Qayta to'g'lash darsxonamizga kelganingizni qizg'in qarshi olaman. Men sizning hayotingizni qaytadan qurib chiqish safaringizdagi eng yaqin sirdosh do'stingiz Xonqiz Hasan bo'laman. Bugungi darsimizni boshlashdan burun men sizdan bir savol so'rab boqay. Hayotingizda shunday bir masala bormi? Masalan, siz uningdan qutulishni shunchalik xohlaysiz. Nurg'un qitim tirishib baqdingiz, barliq amallarni izlanib baqdingiz, ham izdandingiz, qo'llanib baqdingiz. Nurg'un yo'llarni sinab baqdingiz. Hatto ba'zida men nimishqa bu masaladan qutulanmayman deb o'zingizni ayblab baqdingiz, umidsizlanib qoldingiz. Biroq u masala yanala hayotingizda bor. Balkim o pul masalasi bo'lishi mumkin, balkim bir kasallik bo'lishi mumkin, balkim bir kishilik munosabat masalasi bo'lishi mumkin. Kishilik munosabat deganimiz ayol munosabati, ota-ona bilan bola o'rtasidagi munosabat va sirtdagi har xil munosabatlar. U balkim bir qo'rqinish bo'lishi mumkin, bir nachar odat bo'lishi mumkin yoki yillardan beri qayta-qayta takrorlanayotgan bir hayot handisi bo'lishi mumkin. Endi biz odatda bunda vaqtda mening irodam yetarlik emasmidi, men texi yetarlik tirishmidimmi ya, men boshqalardek aqlliq emasmi ya, nimishqa boshqalar qila oladi, men qila olmayman deb o'zimizni so'roqqa tortishimiz mumkin. Biroq bugun men siz bilan butunlay boshqacha bir nuqtadan bu masalani tahlil qilaman, ham boshqacha usulda bir savol ustida o'ylanamiz. Agar siz bu masaladan haqiqatan qutulishni xohlayotgan bo'lsangiz, nima uchun ichingizdagi yana bir siz bilmaydigan bir kuch sizni qayta yana shu yerga tortib akilib qo'ydi? Balkim masala sizning ojizligingizda emasdi. Balkim sizning yoshirin eningiz bu masala orqali sizni boshqa bir azobdan qo'g'dayotgandi. Siz uni bilmaysiz. Balkim siz qutulishni xohlayman deyotgan shu narsaning ichida siz o'zingizni bilmaydigan bir ehtiyoj, bir qo'rqish, bir qo'g'dinish, hatto siz uchun intayin muhim bo'lgan bir atalmış manfaat yoshirinib yotgan bo'lishi mumkin. Shunga bugun biz faqat bu masalani qanday hal qilaman deb so'ramaymiz. Biz texmi cho'nqur bir savolni so'raymiz. Bu masala nima uchun mening hayotimda texichi bor? U meni nimadan qo'g'dayotdi? Agar u bugun butunlay yo'qolib ketsa, men nimani yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman degandan iborat. Balkim bu savollarning javobi siz yillardan beri izlayotgan o'zgarishning haqiqiy boshlanish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin. Undaq bo'lsa, darsimizni boshlaylik. Endi biz insonlarning eng cho'ng tragediyasi nima deganda, biz aslida hal qilishni faqat xohlamaydigan masalalarimizni hal qilishga tirishib, izlanib, charchab yashaymiz. Her xil adamlarning har xil masalalar bo'ldi, men yuqorida degandekchi. Masalan, iqtisodiy masalasi bo'ldi. Ya qazdan qutulanmaydi, yoki pul topolmaydi, yoki shuncha tirishibmi, haliq bir o'zi o'ylagandek bir nuqtaga borolmay, jili bo'lib, kelgusidan ansirab qo'rqib yashaydi. Xizmat masalasi bo'ldi. Ko'ngildagidek xizmat topolmaydi. Yoki to'y qilolmaslik va yoki to'y qilib balliq bo'lolmaslik. Turli kasalliklar. Mayli psixologik kasallik bo'lsin va yoki jismoniy kasallik bo'lsin, uningdan boshqa oila masalalari, ayol masalasi, ya'ni bir-birini tushunmaslik, davomli jidal qilish, oila zo'ravonligi, so'g'aq muomalada birga yashash, sirtqa qarab qilish deganlardek. Ani bola farzand masalasi qatorliqlar va hokazolar. Endi qarmoqqa odamlar bu yuqorqi masalalarni hal qilish uchun intayin tirishidi, izdanadi va ko'pincha vaqtlarda mag'lub bo'ldi. Chunki nurg'un kishilar amaliyotda o'zining bu masalalarni qat'iy hal qilishni xohlamaydiganligini bilmaydi. Mana bu nima desa, nurg'un kishilarningki masalalarni hal qilolmay mag'lub bo'lishining negizlik sababi. Endi undaqda bu masalalar intayin ro'shan holda uning ziyonliq va uning turmushida nurg'un qulaysizliklarni elib keladigan bo'lsa, nimishqa odamlar bu masalalarni hal qilishni xohlamaydi? Chunki kishilarning bu masalalarning ichida odamlar o'zi bilmaydigan ma'lum bir manfaati yoshiringan bo'ladi. Demak, ular bu masalalardan qutulsa, o'zining mushu masalasi orqali ongsiz oldi bilmay turib erishadigan manfaatidanmi qurib qoladi degan gap. Endi buni texmi jonliq bir metafora orqali tasvirlab bersam, agar sizning uyingizda bir dos yundi bo'lsa, mayna suv bor deylik.
Mən sizni bu suyunu töküytdəng desəm, siz işkilənməylə bu suyunu əvraz yoluğu töküytsiz. Əgər siz bu bir da yündü suyunu töküytişdən burun, mən bir qimmat bahalıq, məsələn 10.000 dollarlıq deyli, almas üzükdən birini içiga sap qoysam, siz bu yündün tökənməysiz. Tökəşni xalasыңızmı tökənməysiz. Çünki hər qitim siz bu yündünü tökəy degəndə bir küç sizni tutub durudu. O bolsumu nima desa almas üzük. Çünki siz yündünü töküp, yani əvraz yoluğu töküp etib, bu yündüdən qutulğan bilan, onun bilan birgə almas üzükdünmü məhrum qalısız degen gap. Demək, biz bayatın sözləyəndək, bizning türlük məsələlərimiz aşu yündüge oxşaydı. Biz bunu töküp etishni xalaymiz. Biz bu yündünün öyümüzdə, mandaqçı qılıb aytqanda, bizning vücudumuzda turishini qat'iy xalamaymiz. Bu məsələlərdən qutulmaqçı bolumuz, biroq bu yündüdən, yani bu məsələdən qutulay deyatqanda, bu məsələlərimizdən ibaret yündünün içində biz şu məsələlərimiz arqılıq əməliyyatda alınğan bir mühim mənfəət, yani almas üzükdən ibaret bir mənfəətimiz bolğanlıq üçün biz bu yündünü tökənməyimiz deməkçi. Demək, bizning nurg'un məsələlərni hal qılanmasligimizning tüpki səbəbi biz məsələ deb qarayotgan bu məsələlərimiz orqali biz əməliyyatda özümüzni bilmaydigan ma'lum bir mənfəətga erishadiganligimizdan derak berdi. Bir kasallikdimi odam oladigan bir mənfəət bo'ladi. Hatta anlamadığınlar bir kasallikdimi odam oladigan bir mənfəət bo'ladi. Qarzdorchilikdimi odam oladigan bir mənfəət bo'ladi. Hatta türlü baxtsizlikdimi odam oladigan bir mənfəət bo'ladi. Masalan, oila zo'ravonligiga uchrayotgan bir ayol, garchi bu baxtsizlikni xohlamasimi, o o'zini bilmagan asosda mush baxtsizlikdan oladigan bir mənfəəti bo'ladi. Biz taki o'zimizning masalalar orqali elayotgan shu mənfəətni tunib yetganda va bu mənfəətimizni başqa to'g'ri usulda ala olganda, ondan bizning masalalarimiz intayin tabiiy holda yo'qaydi degan gap. Albatta, bu yerga kelganda nurg'un anglovchilar azroq qaymoqishi mumkin. Biz buni texnik tushunib boqaylik. Carl Jung, sizlar anglagan balkim, dunyoga dangliq psixolog. Carl Jungning nayt dangliq bir psixologga aylanib ketishida uning bir kichik shaxsiy hikoyasi bor. Carl Jung boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtlarida bir kuni uyiga qaytayotganda tuyuqsiz bir narsaga putilishib, yiqilib tushdi. Shuning bilan u bu yiqilib tushish orqali peshonasini yaralandirib oldi. Endi biz peshonamizni yaralandirib olsak, og'riydi-ku. Bir yerimiz yaralanib, qanab ketganda og'riydi. Biroq Carl Jung bir xil xushal bo'lib ketgan. Undaq bo'lsa, u yiqilib tushib, peshonasi yaralanib ketgan bo'lsa, og'rib olsa, u nimish xushal bo'ladi. Chunki uning kallasiga tuyuqsiz, endi men ati maktabga bormaydigan bo'ldim degan bir xiyol kelib qolgan. Endi u nemishqa maktabga bormaslikni o'ylab xushal bo'ldi. Chunki Carl Jung boshlang'ich maktabda o'qiyotgan mezgilida maktabda hamda o'zining tangtushlari tarafidan chetga qiqilgan, ham doim bir xil mazaq qilinishga, bo'zaq qilinishga uchirgan. Demak, bo'zaq bo'lish, zanglik qilinish, chetga qiqilishdan iborat bu hissiyotlar Carl Jungning maktabdagi hayotini ko'ngilsiz qilib o'tgan. Tuyuqsiz uning yiqilib beshini yaralandirib elishi bir kun bo'lsa-mu, uni bir xil shu maktabdagi ro'yi azobdan qutuldirib oldigandek, saqlaydigandek ashunda bir hissiyotda xushal bo'lib ketgan. Endi ro'yi azobga nisbatan elib aytganda, jismoniy azoblar odam uchun bir cho'ng narsa hisoblanib ketmaydi. Carl Jung yiqilib tushish orqali maktabdagi bir kunlik ko'ngilsizlikdan, bunday qilib aytganda, kayfiyat davolanishdan saqlanib qola olgan. Ya'ni uning yiqilib tushishidan iborat bu hodisa uni maktabga berishdan qo'g'dab qolgan degan gap. Bu yerda maktabga berishdan emas, balki maktabdagi ko'ngilsizlikdan qo'g'dab qolgan degan gap. Endi kunlar o'tgan, yillar o'tgan. Endi Carl Jung to'liqsiz o'ttir maktabga chiqqan chog'da g'alati bir xil kasallikka giribtar bo'lib qolgan. Endi bu xil kasallikni biz isteriya deb ataymiz. Endi bu qanday kasal deganda, to'liqsiz aylanib ketadigan kasal. Bu tutqoqlik emas. Tutqoqlikqa tubdan o'xshamaydi. Tekshirgan vaqtda uning miya to'lqinlari shunda normal chiqadi. Hamma tekshirishlari normal chiqadi. Ammo tuyuqsiz aylanib ketadi. Aylanib ketish jarayoni nayt qisqa bo'ladi. Tezla asli keladi. Bo'libmi qanday vaqt aylanib ketadi deganda, kayfiyatida kichikgina o'zgarish bo'lgandila aylanib ketadi-da. Endi ota-onasi bu Carl Jungni
davolatish uchun olib bormagan doktorxonasi qolmagan, tekshirtmagan uskunlarmi qolmagan. Barliq amallarni izlangan, ammo hamma narsa normal chiqqan, biroq saqaymagan. Endi shu vaqtdan boshlab Karl Jung o'zining kesil to'g'risida o'ylangan. U o'ylanish jarayonida dal biz bayotin degan boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtdagi yiqilib ketgan hodisa esiga kelib qolgan. Karl Jung tuyuqsiz yurib ketgan. U o'z-o'ziga shunday degan: "Amaliyotda men bu kesilimdan qutulishni, bu kesilimning saqayishini hargizmi xohlamaydi ekanman. Chunki mening bu aylanib ketish kesilim amaliyotda mening bir xil o'zimni qo'g'dash tadbirim ekan. Chunki har qaytim hissiy hujum kelganda, kayfiyat o'zgarish kelganda, mushna vaqtda men mush xil aylanib ketish orqali o'zimni amaliyotda shu azobli hissiyotlardan qo'g'daydi ekanman" deydigan xulosaga kelgan. Bu bayqash Karl Jungni intayin dаңлıq bir psixolog aylandırgan. O o'zining tarjimalida bunday yozgan: "Any neurosis is actually a substitute for legitimate suffering" degan. Bu nima degan gap deganda, har qandaq ro'y kasallik amaliyotda sog'lom bo'lgan azobdan qo'g'dinish tadbiri yoki sog'lom bo'lgan azobning bir xil vakolat buyumi deb yozgan o'zining tarjimalida. Amaliyotda vakolat buyumi degan nima deganda, har qandaq bir ro'y kasallik amaliyotda odamlarning ma'lum bir azobli hissiyotdan qo'g'dinish tadbiri deb yozgan. Demak, biz oldidagi tushuntirish bo'yicha elib aytganda, Karl Jungning bu xil tokkada aylanib ketishi, ya'ni sababi aniq bo'lmagan kesilini biz uyimizdagi bir das yundiga o'xshatsak, bu xil kasallik orqali o'zini ma'lum azobli hissiyotdan qo'g'dishi, dal munmush kasallik, dal bu dasning ichidagi u elayotgan payda, ya'ni olmos uzikdan derak berdi. Shunga uning bu kesilning saqiyishi, uning qo'g'dinish tadbirining yo'qab ketishidan derak berdi. Demak, u dal olmos uzikni yo'qotmaslik uchun mundaq qilib aytganda, o'zining azobli hissiyotlarga taqobil turishdan iborat bu xil usulidan mahrum qolmaslik uchun, ya'ni olmos uzukni yo'qotib qo'ymaslik uchun bu kasalni vujudidan, ya'ni badanidan chiqarib etishni xohlamaydi degan gap. Demak, mushunga o'xshash har bir odamning hayotidagi o'zi xohlamaydigan, biroq davomli yuz berayotgan, qutulaman deb qutulanmayotgan har qanday bir masalasining ichida bu odamlar o'zim bilmaydigan, elayotgan bir foydasi bo'ladi demakchi. Endi yana ba'zi oilalarda ba'zi farzandlarninki tuyuqsiz samirib ketganligini ko'ramiz. Haddidan ziyoda samirib ketishmi amaliyotda odamlarning bir xil qo'g'dinish tadbiri. Unda bo'lsa, samirishdan iborat bu masala orqali odamlar qanday manfaatga erishadi? Siz endi odatda bir talla bozoriga kirsangiz, sizning ko'zingizga tabiiyla kichik narsalar qaraganda yo'g'on narsalar tezroq cheliqadi. Endi semizlik tüp yıldızdan aytganda, balalarninki mavjudlik tuyg'usi tuvallab ketganda, mundaq qilib aytganda, o'z hissiyotlarini ota-onasiga ifodalash iqtidori bo'lmaganda, mayli qo'rqib ifodalamasin yoki unda ifodalash iqtidori bo'lmasin, ota-onasi tarafidan ko'rilmagandek his qiladi. Ota-onasi uni ko'rolmayotgandek, tushunolmayotgandek, onun nazar sanmayotgandek his qiladi. Demak, biz hissiyotlarimizni ifodalagan vaqtda biz ko'rinib turamiz. Chunki hamma odamning davomli bir ko'rinish ehtiyoji, e'tirof qilinish ehtiyoji bo'ladi-ku. Bizning hamda mavjudligimiz bor bo'ladi hamda biz hissiyotlarimizni ifodalagan chog'da. Agar biz hissiyotlarimizni ifodalayamasak, qarshi tarafga o'zimizni tushuntirolmagan chog'da, til orqali tushuntirolmaganda, badan orqali tushuntirishga to'g'ri keladi. Ya'ni yo'g'nash orqali biz ko'rinmoqchi bo'lamiz. Men man qarab qo'y, meni ko'rolmayotsa, man ko'ngil bo'l. Chunki siz samirgan vaqtda sizning bo'shliqda egallaydigan o'rningiz yo'g'on bo'ladi. Qarshi tarafga tezroq ko'rinasiz degan gap. Shunga bu xil o'zining mavjudligini, borlig'ini ota-onasiga til orqali tushuntirolmagan bolalar yo'g'nash orqali bildirmoqchi bo'ladi. Endi yana nurg'un kishilar o'zining qazdan qutulamayotganligini bayqaydi. Amaliyotda bu kishilar qaz bo'lish orqali o'zidagi tashlanish jarayonini, ya'ni tashlanish hissiyotini qo'g'dab turdi. Ya'ni qarz bo'g'ichi yoshirin engida men faqat qaz bo'lsamla, qarz egillari mavjud bo'ladi ekan, meni tashlaydigan odam bo'lmaydi, meni davomli izlab turadigan kishilar bo'ladi deb qaraydi, ammo yoshirin engashda deb qaraydi, engidunda deb qarmaydi. Bu yerda diqqat qilinglar. Yoshirin angdagi bu xil g'alita,
qiziqarli hodisa amaliyotda odamlarda qazga petib qilishdan iborat masalani shakllantirdi. Qarmoqqa ular qazdan qutulman deb tirishayotgan bilan qaz bo'lish orqali tashlanishdan hech kim tarafidan izdalmaslikdan keladigan hissiy bo'ronni, hissiy hujumni to'sab qala oladiganligini bilmaydi degan gap. Ana bir qarindishimiz bir kuni mana bir rost bo'lgan ish, o'zi intayni tushkunlikka petib qilib bir psixologiya yetakchisiga intayin ko'ngli yerim oldi, o'zining sodida bak cho'nqur mag'lub bo'lib ketganini degan. Ya'ni necha yil tirishibmi pul topolmaganligini, aksicha qarzga petib ketganligini, pul tepishda mag'lub bo'lganligini aytgan. Bu chaqda bu psixolog uningga sen pul tepishda mag'lub bo'lmabsan, pul topmaslikda g'alaba qilibsan degan. Bu nima degan gap deganda, ba'zi kishilar qarmoqqa pul tepishga tirishayotgandek to'g'an bilan amaliyotda yoshirin anda qat'iy pul tepishni xohlamaydi. Bundaq qilib aytganda, pul topmaslikmi odamlarningki o'zini bir xil qo'g'dash tadbiri. Buni qanday tushunamiz? Dunyoda nurg'ulg'an yaxshi javoblar bo'ladi. Endi bu yaxshi javoblar yaxshi bir savolni saqlaydi. Demak, bu masalada men nemishqa pul topolmayman emas, men nemishqa pul topolmayman degan chaqda, masalan, mas'ulni so'raganda, odamningki kallasiga xato javob keladi-chu, u bo'lsin nima deganda, irodang yetarlik emas, sen yoki aqling yetarlik emas, sen boshqalardek iqtidorli emas degandek xato javoblar keladi. Amaliyotda bu iqtidor aql jihatdan hammadan asosan farqlanib ketmaydi. Bu xil xato javoblarni kishilar hal qilolmaganligi uchun bu masalani hal qilolmaydi-da. Agar biz o'zimizdan nemishqa pul topolmay olayman deb so'raganda, nemishqa pul topolmayman emas, nemishqa pul topolmay olayman deb so'ragan vaqtimizda bu xil savolda bir to'g'ri javob chiqadi. U bo'lsa-mu nima deganda, men pul tepishni xohlagandek to'g'an bilan, yana ma'lum ichimning bir yeridan pul tepishni xohlamaydigan o'xshayman. Unda bo'lsa, men nemishqa pul tepishni xohlamayman degan bir izdinish kallamizga keladi degan gap. Siz pul tepish uchun ma'lum ishni qilishni o'ylandingiz yoki pul topadigan bir tur kallangizga keldi. Biroq siz bu ishni shunday qilay degan vaqtda ichingizda bir kuch sizni oqqa tortadi. Ya'ni bu ishni qilgingiz kelmaydi. Natijada ba'zilar mush yerdalar bu ishdan voz kechib yana ba'zilar bu xil qilg'usi kelmaslikdan iborat bu kuchga qarshi ya'ni zo'lab iroda bilan bu ishni qilib boqadi. Biroq uzunga bormayla to'xtab qoladi. Bu xuddi bir mashinani qo'ltirimizni qo'yib etmay ittirganga o'xshaydi. Endi yana ba'zilar texnik kuchli irodalar bilan bu xil qilg'usi yo'qlikdan iborat kuchni yengaman deb zo'lab bu ishni oxiriga chiqaradi. Biroq natijasi toza yaxshi bo'lmaydi. Ya mag'lub bo'ladi, yoki bo'lmasa nurg'un qimmatli narsalardan mahrum qoladi. Cho'ng yo'qotishlar, qurbonliklar kelib chiqadi degan gap. Endi shunga bir mashinani ravon haydash uchun qo'l tormozini qo'yib etishga majbur bo'lgandek, biz bu ishni qilishda bizni to'sib turayotgan mushu ishni qilishni xohlamaslikdan iborat bu haqiqatni qidirib tekshirishimiz kerak. Ya'ni uning sababini izlashimiz kerak. Biz buning sababini topgan vaqtning o'zida bizning ichimizdagi bu xil qarshilik kuch darhol yo'qaydi. Bizda bu ishni xohlash shakllanadi. Bizda bu ishni qilishni xohlash shakllandi degan gap nurg'un kishilar doim deydigan ilhomdan derak berdi. Bu xil musbat zaratli kuch bilan qilingan har qanday ishda utuq qazanish shakllandi. Pul topolmayotganlikningki 10 turli sababi bo'ladi. Bizning hozirgi holatimiz, hozirgi biz, ya'ni har bir odamning hozirgi holati, birisi bolalikdagi ota-onasining ko'z qarashi, yana birisi cho'ng bo'lish jarayonida atrofidagi kishilarning qimmat ko'z qarashi. Ondan o'zining beshidan o'tkazgan kechirmishlari orqali qandoq odam bo'lish to'g'risida yakunlab olgan xulosalar orqali bizning har bir odamning hozir psixikalik kimligimiz shakllanadi. Biz nurg'un ishlarni qilish jarayonida bu xil psixikalik kimligimizning cheklamasiga uchraymiz. Bu xil psixikalik kimligimizning ichida bir qism odamlarda, balkim ko'p qism odamlarda ota-onasining boylarni yaxshi ko'rmasligi tufayli
şekillendirip algan bazı ideyalar buludu. Ba'zi ko'z qarashlari bo'ladi. Mundaqcha qilib aytganda, biz kichigimizdan boshlab pulni yaxshi ko'radigan odamlarni biz nachar odam deb qaraymiz. Ya'ni pulni muhim deb biladigan odamlarni biz nachar odam, bu qamlashmagan odam deb qaraymiz. Shu tufayli qarmoqqa nurg'un odamlar pulni yaxshi ko'rgan bilan, biroq pulni yaxshi ko'radigan odam bo'lishni yaxshi ko'rmaydi. Shunga ular tirishib pul tepib puli bo'ladigan bir nuqtaga kelgan vaqtida mag'lub bo'ldi. Chunki uning pulining bo'lishi uning pulni yaxshi ko'radigan odamga aylanib qolishidan darak berdi. Agar u pulni yaxshi ko'radigan odamga aylanib qolganda, uning heliq tiklab olgan kimlik obrazi biraqli vayron bo'ladi. Kimlik obrazining vayron bo'lishi o'limga o'xshaydi-da insonlarga nisbatan. Şuna nurg'un odamlar stixiylik holda qarmoqqa pul tepishga tirishayotgan bilan yushirin e'mida amaliyat qat'iy pul tepishni xohlamaydi yoki puli bo'lishni xohlamaydi. Bu orqali o'zining kimlik obrazini qo'g'daydi degan gap. Endi yana bir misol, bir kino bor. Bu kinoda bir rodo chelish mayri bor. Bu odam necha yil shu chelishni mashq qiladi. Endi bu odamning hayotidagi endi bir nishoni nima ekan deganda, uning bir raqobatchisi bor ekanda, naytda shu rodo chelishdi yomon. U shu odamni, shu yomon odamni yengish uchun shunda mashq qiladi ekan, davomli. Endi necha yil mashq qilib, oxiri bu raqobatchisining yeniga borsa, uning o'lib ketganligini anglaydi ekan. Endi bu xabarni anglab, bu rodo chelish mayri shunda bir umidsiz, shundoq bir ma'nisiz, nishonsiz, g'alati bir hissiyotga kirib qolib, bek tushkunlashib ketadi ekan va uzunga bormayla kasalliklar o'lib ketadi ekan. Endi bir qism odamlar uchun elib aytganda, ularning uzun mazgil hal qilishga tirishayotgan masalani hal qilish ularninki hayotininki bir ma'nisi, bir nishonga aylanib qolganda, shu sababli badani bu ishni hal qilishga qarshi turdi. Nimishqa deganda, chunki uning u masalasi, ya'ni hayotining nishoni va ma'nisi bo'lgan bu masalasi g'oyib bo'lsa, tugisa, bu badanga nisbatan qayta bir ma'nisizlik kirib kelishdan darak berdi-da. Endi bizning badan deganimiz amaliyotda nima deganda yushirin ang bo'ladi. Shunga bizning badanimiz bu xil nishonsizlik, ma'nisizlikdan iborat bu hissiyotga kirib qolmaslik uchun o'zining hayotining ma'nisi bo'layotgan shu masalaning yo'qab ketishini qat'iy xohlamaydi degan gap. Shunga biz uzun mazgil ma'lum bir kasaldan saqlanmay, uning dardini tatiyotgan bo'lsak yoki uzun mazgil shundoq tirishibmi iqtisodimizni ko'ngildagidek qilolmayotgan bo'lsak, biz o'zimizdan agar mening bu kasalim saqayib ketsa, men nima ish qilaman degan savolni so'rashimiz va bu savolga javob topishimiz kerak. Yoki mening iqtisodiy masalam hal bo'lsa, misol o'ylaydi-ku inson, pul topsam ani qilaman, mana olaman, hammani nurg'un narsalarni olaman deb. Endi hammani ep bo'lsam, andin men nima ish qilaman degan bir savolni so'rash kerak. Bu biz uchun intayin muhim. Agar biz navbatdagi masalamiz hal bo'lgandan keyinmi hayotimizdagi bir ma'noni, bir nishonni topa olganda, andin bizning badanimiz, ya'ni yushirin engimiz bizning navbatdagi hayotimizning ma'nisi va nishoni bo'layotgan masalani qo'yib berishni andin xohlaydi. Yo'qotishni andin xohlaydi. Badanimiz bu masalani yo'qotishni xohlaganda, andin bu masala yo'qaydi. Chunki bizning badanimiz dal biz deyotgan yushirin ang shu. Shuning uchun biz xuddi Karl Jungga o'xshash turli hissiyotlarimizdan xato holda qo'g'dinish tufayli turli masalalarga uchraymiz. Garchi biz qarmoqqa bu hissiyotlardan utuqliq qo'g'dina olgan bilan, amaliyotda biz shu qo'g'dinish jarayonida shakllantirib olgan masalalarimiz tufayli mag'lub bo'lamiz. Bu balkim ma'lum bir mashhur shaxs aytgandek, urushda g'alaba qilib, jangda mag'lub bo'lish degan so'zning tub ma'nosi mush bo'lishi mumkin. Endi xulosalab aytganda, inson hayotida qayta yuz berayotgan ba'zi masalalarni faqat ojizlik,
irodasizlik yoki mag'lubiyat debla tushunish yetarli emas. Psixologik nuqtadan qaraganda ba'zida biz angliq holda qutulishni xohlayotgan masalaning oqida ongsiz holda bizni ma'lum bir qo'rqish, azobli hissiyot, tashlanish tuyg'usi, kimlik to'qinishi yoki ma'nisizlikdan qo'g'dayotgan bir psixikalik funksiya yoshiringan bo'lishi mumkin. Shunga haqiqiy o'zgarish o'zimizni zo'rlashdan emas, balki bu masala meni nimadan qo'g'dayotidi, men bu orqali qaysi xil ehtiyojimni qondiryapman. Agar u yo'qolsa, uning o'rnini men nima bilan to'ldirma degan savollarga samimiy yuzlanishdan boshlandi. Endi biz masalaning oqisidagi haqiqiy ehtiyojni tunib, uni sog'lom usul bilan qondirishni o'rganganda koni qo'g'dinish usulini ching tutib turishning zaruriyati qolmaydi. Demak, psixologik o'sib yetilish o'zimiz bilan qarg'ulacha urush qilish emas, balki o'zimizni cho'nqur tushunish, аңсыз qarşılıqlarımızı angliq holatga elib chiqish va bizni ilgari qo'g'digan, ammo bugungi hayotimizni cheklayotgan ko'ni andizlarning o'rniga texmi sog'lom, erkin va ma'nilik tanlashlarni qo'yib berish jarayonidir. Bugungi darsimiz mushada tamom. Yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, yaqinlaringizga yo'llab qo'yishni unutmang. Xayr, xush, keyingi dars ko'rishaylik.